Assalomu alaykum. Humoyin Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, mana xudo xohlasa yana navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlagan darvozamizni o'z joyiga olib kelib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Mana shu o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Va albatta shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz Farg'ona shahar Oqariq mahallasiga kelib o'rnadi. Albatta akalarimiz o'zlari xonadon egalari YouTube kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib zakaz qilishganda, Xudo xohlasa bir oy avval kelib o'lchab ketib, joylariga mana chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Darvozamiz ikkilik listda yasalgan bir qavatli groshnoy rabota darvoza. Hozirgi kunda temir darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan yurtdoshlarimizga darvozamizni yasalayotgan materiali va darvozamizning narx-navosi va darvozamizni turli dizayni ma'qul kelib turibdi. Va albatta 2024-yil, 2025-yilda juda ham ko'p yurtdoshlarimizga bu darvozamizni o'rnatib beryapmiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, eniga to'g'ri 25, bo'yiga 325 razmerda bo'ldi. Asosiy mana stoykalari, qo'lni ikkala yoni va o'rta qismi va avtomobil kirib chiqadigan qismi 5 ga 10 shvillerda bo'lgan. Va mana darvoza baquvvat turishida bir katta ahamiyatga ega narsa, sal yaqinroq olib ko'rsatsangiz, mana shu 6 ga 4 profillari 1.7lik stenali qora profillardan foydalanganmiz. Darvozamizda kraskasiga to'xtalib o'tsak, aziz yurtdoshlar, kraskasi mokriy asfalt svetda, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Darvozamiz 50ligini hisobiga xonadon egalarini zakaziga qarab, mana shu 90 sm da abdullik kalitkalariga qo'yib, mana yaxshi hozirgi kunda sifatli yaxshi xizmat qilib turgan zamoklardan qo'yganmiz va mana rezinkalarigacha qo'yib, temir bir-biriga tekkanda ortiqcha dovush chiqmasligini hisobiga chiroyli qilib ustanovkasini o'rnatdik. Va yana shu xonadon egalarini zakaz bo'yicha mana shu tepa qismini havo aylanishini hisobiga shu listni lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib darvozani bitirganmiz. Va mana aziz yurtdoshlar, urvenda o'rnagan holatni ko'rishlaringiz mumkin. Ana shu qanotlarini qayerga olib kelib mana qo'yilganda urvenda o'rnagan darvoza mana juda ham chiroyli holatda, qayerda to'xtatsangiz turadi. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan 12 million so'mga kelib o'rnadi. Shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, shu ekran ostida shaxsan o'zimning nomerimni qoldirib o'taman. Shu birinchi qo'ldan sifatli temir mahsulotlaridan tayyorlanayotgan darvozalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda istalgan joydan zakaz qilinsa, imkon boricha chiroyli qilib shu tanlagan fasollaringni olib borib o'rnatib beraveramiz. Rahmat. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolar kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni gruppalarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar.